Bugungi kunda musulmonlar Masjidul Aqso haqida turli xil fikrdalar. Ba'zi birlari Masjidul Aqso mana bunisi deyishsa, boshqa birlari esa yo'q, Masjidul Aqso mana bunisi deb da'vo qilishadi. Bu ikki toifa insonlarning fikri bir jihatdan to'g'ri va bir jihatdan noto'g'ri hamdir. Qanday qilib deysizmi? Keling unda buni ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa insonlar uchun bu Masjidul Aqso emas, bu Qubbatus Sahro. Ikkinchi toifa insonlar uchun bu ham Masjidul Aqso emas, bu Masjidul Qibli. Xo'sh, unda Masjidul Aqso qani? Mana bu Masjidul Aqso. Mana shu devorlar bilan chegaralangan hududlarning barchasi Masjidul Aqsodir. Undagi imoratlar, masjidlar, devorlar, eshiklar va barchasi. Qubbatus Sahro hamda Masjidul Qibli Masjidul Aqsoning tarkibiga kiruvchi muhim va ko'zga ko'ringan inshootlardir. Shu jumladan Masjidul Aqso dunyodagi eng katta hajmli masjidlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda u Falastinning eski shahar nomi bilan tanilgan Quddus yerlarining janubiy-sharqiy tomonida joylashgan bo'lib, uning hajmi 144 ming metr kvadratga teng. Ulamolarning ta'kidlashicha, Masjidul Aqso o'z ichida 200 dan ortiq inshootlar, binolar va ibodatxonalarni jam qilgan. Demak, mana shu 144 ming metr kvadratga kiruvchi barcha yer sathi Masjidul Aqsodir.